ilahiy tecelli qılgan bir muhitni barpo qilish orqali dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishimiz lozim demoqchi. Cihat ve niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turştu ibaret, hakkani görüşün odunu yapacak aldı. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Hürmetli televizyon görgüçler, yeni bir katımda uçuk söhbet programımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hürmetli televizyon görgüçler, bugünkü söhbetimiz hammalarga nihoyat qiziq yeni bir maydonga kelgan bugun atdigan 22 may bugun payshanba kuni atdiganda Urumchida qarindoshlarimizning elib borgan nihoyat jangovar holatda Xitoyga qarshi elib borgan bir jihodiy harakat elib berildi bugun atdiganda Xitoyga qarshi. Bu harakat haqida, bu harakatning kelib chiqishi, bu harakatning elib berilishi va oxirgi kunlarda vatanimizda kundan kunga eshib berayotgan Xitoy tajovuzchiligiga qarshi bu harakat, jihodiy harakatlarning ko'payishiga aloqador suhbat o'tkazamiz. Suhbatimizga jamoat arbobi, hurmatli hammalar tunishlik bo'lgan, har doim taklif qilib qimmatli fikrlarni elib kelayotgan hurmatli Abduqodir Yevchan akamizni taklif qildik. O'zining qimmatli vaqtini chiqarib gapirgani uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Xush keldi. Hoş bulduk. Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben rahmet eyledim. Hürmetli Abduqodir Yevchan aka, endi bugungi nima atdiganda yuz bergan bu jihodiy harakat haqiqatan oxirgi kunlarda bo'lib, shu oxirgi oylarda oldingi nimalarda Urumchi voqeasi bo'lsin, Urumchi poyezd stansiyasidagi voqea bo'lsin, bugungi voqea bo'lsin, haqiqatan Xitoyning zilzilaga keltirgan, hatto Xitoylar axborotlar emas, butun dunyoga ta'sirini ko'rsatgan hamma axborotlar bu vaqtda paranglashgan, bu vaqtda fikr mulohaza elib berayotgan bir mavzu bo'lib qoldi. Bugungi voqeami chiqib bo'lguncha hech qachon burilmasdan bunday voqealar chiqqan taqdirda nihoyatda tasda nechalardan keyin axborotlar fuqarolaydi. Masalan, hozir aytganda Facebook, ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin, Facebook, Undidar, shu Twitter qatorliq nimalardan nihoyat ko'p chiqib ketdi bugungi voqealar. Xitoy darhol buni bayon e'lon qilib, buniki terrorchilik tashkiloti qilganligini dastlabki nima shaklda e'lon qilgan bo'ldi. O'tgan oldimizgi kunlarda albatta bu vaqtda kimlarning qilganligi tafsiliy ma'lumotlarni bilamiz inshaalloh oldimizgi kunlarda. Ama bugun naq Xitoyning e'lon qilgani bo'yicha elib aytgan vaqtimizda 31 odamning o'lganligi, 94 odamning yaralanganligi Xitoy axborotlarida shunda e'lon qilindi. Ama atrofdagi xalq ubularninki gaplari ham xabarlarda berilgan xabarlarda o'lgan odamning az 50 dan yuqori ekanligi va 100 dan ortiq kishining yaralanganligi to'g'riliq xabarlar bor. Endi shu voqeaninki yuz berishi Xitoyninki shu oxirgi kunlarda bo'lib, qarindoshlarimizning shu jihodiy harakat elib berayotgan o'zining mol, o'zining jon, hamma narsadan kechgan holatda o'zining butunlay o'lib ketganligini bilgan asosda hammani bilib turib, Xitoyga qarshi dadillik bilan jangovar holatda harakat elib berishi. Albatta buni har xil Xitoyning elib berayotgan birinchi asos shu Xitoyninki kundan kunga bizga, xalqimizga selayotgan zulmlari, oshirib berayotgan universitet o'quvchilari bo'lsin, hattoki oldingi kundagi kuchali yuz bergan voqea bo'lsin, buni yog'liq chekkanligi uchun, faqat yog'liq oldidan chekkanligi uchun to'liq bir islomiy shaklda bir turkni kiygan emas, balki oldidan chekib qo'yganligi uchun tutilib ketayotgan qiz ayollarimizga qarshi ularning erlari yo'ldoshlari yoki nimalar uningga qarshi, Xitoyga qarshi namoyish qilganligi, qo'yib berishga, qo'yib beringlar berib degan vaqtida uningga qarshi o'q chiqarib nurg'unlarni tutqun qilganligi to'g'riliq xabarlar chiqib, bunday ma'lumotimiz bo'ldi bu narsalardan hamda. Ammo bu harakatlarning bunda ko'payishida sizlarcha qanday nimalar maydonga kelyapti? Sharq Turkiston Uyg'urlar biz yani qaysi ahvolga kelib qoldik? Bu haqida fikrlarni qilsak.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İnnallâhe mes-sâdıkîn. Şimdi karındaşlar Şarkı Türkistan Xitay tecavüzçileri tecavüz kılıp kirgenden beri biz köp qatam tekrarladık. Bunun karşı köreştim. Her xil şekilde davamlaşıp geldi. Davamlaşıp atıdı ve davamlaşıp baradı. Ama Xitay yani 2000 yıldan 90 yıllar 80 yıllarda bu halkın bu jutada biz beraber yaşaymayız. Tan bolama biz köplük biz küçlük bol aciz haleti yaşaydı diye ne diyevat. Xitayda. Ama 90 yılda 2000 yıllık hikaye bu qarılğa tədqiq qılıb ən ağrısı yetken nəticəsi xulası şu ki Xitay təcavüzçilərinin qarnıydı, rəzil məqsədi şu ki bugün bu millətini tamamen yoxtu etib bu milletin onuğu Xitaydan ibaret bir necis milletini bərpa qilish üçün ciddi çok bütkül teşviqat sayısı, siyasi sayı, iqtisad sayı, ticaret sayısı, diplomatiya bütkül sayılarını iş qısalıb Xitay bu milletinin mevcudiyetini yok qilish üçün şu barlıq tedbirlerini kullanıp geldi. Bunun için bu milletini yok qilish işte yer yüzde biz direksiz yok qilib öteş. Hiç qanday qan bikimnin qanını bunu qanatmay yo'qda o'tishdan iborat bu rezil maqsadiga yetishda to'sqinlik qilayotgan birdan bir narsa bu millatning islom dini ekanligini to'nib yetdi bu. Bu millatni millat qilib to'g'an, bu millatni millat qilib qimmatlik bir millatga aylantirayotgan narsa. Bu millatning qimmat qarishi bo'lgan islom dinidan iborat bu qimmat qarishiga tajovuz qilish va bu dinni yo'qda o'tish orqali bu millatni yer yuzidan izdireksiz yo'q qilib o'tmoqchi. Muş maqsadga yetish uchun harakat qilgandi. Shuning bilan Xitoy bu jihatdagi tipik misollardan bu millatning dinini hech qanday maktab yo'q, madrasa yo'q. İslam din to'g'risida ta'lim tarbiya oladigan, ta'lim tarbiya beradigan hech qanday to'g'ri tuzguncha maktab yo'q. Hem de bu milletni millet qilib to'g'an, hem de bu dindan boshqa tili var. Bu tilini yo'q qilib o'tishga urindi. Yeziqini yo'q qilib o'tishga urindi. Buning uchun urf odati va madaniyatimiz bizga o'xshash yo'mish tonni kiyib, do'ppini kiyib yuradigan, sellini yo'gib yuradigan, mays kalash kiyib yuradigan, mushu millatning an'anasiga aylanib ketgan bir qism dini qiyofetlar kiyimli. Bunu yok qilib bu shundoq bir xatarlik ahvol ostida Xitoy buni bu narsani oz ko'rdi. Bu millatni tamamen ciddi yo'qotib o'tishimiz. Siz yer yuzidan bir millat uyqusini ochib, ko'zni ochib, biz kima, Xitoy kima deb o'ziga o'zi savol qo'yish bo'lgan orliqlarda tamamen bu millatni yo'q qilib o'taylik. Deb mush maqsadga ciddi tirishayotgan bugungi paytda bu millet ondan dest oldu. Eğer muş dest duruşunun 80'li yıllardan başlayıp mezhep talışıga, nezir talışı, bu furuat-ı fıkhi meselelerin talış ornuğa Xitay'dan ibaret bu cinayet için tonuş, özünün kimlikini tonuş ve özü zulüm kılıvatkan, özünün vatanıga yat boğan bir milletin, bir məxluqның besip kirip, bugün özünün dini, milli örf adeti, medeniyeti, barlık kımmet qaraşlarının hemmesiga hücum qılıvatqanlıqdan ibaret bu cinayetin tonup yetip, bu kimlikni nimeden qoğdaymayız? Bu millet Xitayning ustidan g'olib kelamdi kelmamdi? G'olib kelish uchun qanday qilish kerak? Bu millet mevcut bulup turishi lazım. Bu millet mevcut bulup turdikan, Xitoy buni yo'q deb aytmaydi. Demak, Xitoy buni bizdan balda to'nib yetib olgan. Bu milletin
mavjudlan bo'ldi ekan, bizning shu bosh og'riqimiz saqaymaydi. Shuning uchun bu millatni jiddiy osmonasiya qilib, bu millatni qon to'kmay, hech kimning bunni qanatmay, hech kimni o'ltamay, tinch holda psixologiya jihatini tamoman yo'q qilib o'tib, Xitoycha idea, Xitoycha fikr, Xitoycha shu tushuncha, Xitoycha ijtimoiy axloq, Xitoycha shu madaniyat yaratib, shu orqali shu bu millatni asta-asta shu yer o'zini yo'q qilib o'tib, buningdan keyin Xinjiang degan ismni o'zgartib, boshqa bir ism qo'yib, bu millatning ismini Uyg'ur deganni elitib, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar deganni elitib, Xitoy o'lkasiga, Xitoy rayoniga aylantirib olishdan iborat, mush qor niyatga yetish uchunchi, jiddiy harakat qilgan bugungi paytda xalqimiz alhamdulillah Allohning fazli, marhamati, Allohning hidoyati, Allohning yordami bilan o'rnidan tik turib, biz kim, sen kima degan narsa yerga keldi. Bu nima keltirdi buning? Qandan nima sabab bo'ldi? Alloh taolo har qanday bir narsaga illat lozim. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'ni yer shariga tushirishdan iborat bu ulug'cho, muqaddas ishni maydonga keltirish uchun nima qildi? Shayton yemi degan daraxtni yegizish orqali mush illatni, mush sababni qilib tushirganga o'xshash Alloh taolo Xitoydan iborat bu rezil maxluqning Sharqiy Turkiston xalqidan iborat bu pok, sog'lom bu millat, bu ummatni yo'q qilib o'tishdan iborat bu g'oyasiga yetkazmaslik uchun Xitoy qanday qildi degancha bu millatni jiddiy yo'qotish uchun buning muqaddas qimmatli, hammadan qimmatli bo'lgan diniga hujum qildi. Bu din zari kim bilan asas gavdasida ijtimoiy jamiyatda, ijtimoiy hayotda, bu hayotda kim bilan ifodasini topadi? Alloh bilan. Alloh bilan. Bu İslam ve gayri-İslam. İslam devleti ve küfri devlet o'rtasidagi birdan bir farq Allah'ın şu ijtimoiy hayottagi obraz orqali shu ifodani topadi. Bu obraz nimasi? Hijab. Bunu xalqimiz Allah'ın hidoyati, merhameti, yordami, ro'shan nuri ostida bu hidoyat tepib buguncha bu yo'lga qadam qo'ydi. Xitoyning bu yerda davatgan gibi dinin ishonish ve ishonmaslik erkinligi bor degan. Bu so'zigimi uchun Xitoy o'zi ishonmaydi, o'zi amal qilmaydi. Xalqimiz şu prinsip bo'yicha Xitoyning şu atalmış qonuni bo'yicha o'zining diniga o'zi ishonish, o'zining erkinligi bilan yashash va o'z erkinligi bilan dunyodan ketish, ijtimoiy hayotini shu o'z e'tiqod qilgan din bilan yashashdan iborat Xitoyning asosiy qonuni bekitilgan bu tuzumga Sharqiy Turkiston xalqi amal qilib, Xitoy tajovuzchil Xitoy doiralari buni qabul qilmoqda. Mesele nima? Deganda Sharqiy Turkiston musulmonlarni yer yuzidan yo'q qilib o'tib, tamoman o'chirib o'tib, Sharqiy Turkistondan iborat bu munbat jug'rafiyani Xitoy tuprog'iga qatib olishdan iborat bu razil maqsadga yetish uchun qanday qilyapti? Bu millatning dini bilan o'ynayapti. Nadan siyasi fikri yok, siyasi iddiası yok. Akol Müslüman kardeşlerimizin şu fikrini bulgap, bulanın fikrini çelip, fikrini şu hata doğrulap, nurgun teşvikatını kıygan bozumu bugün şu o rezil maksatı yitemey, yeniden bir sahibi açıldı. Bu yeni sahibi nemeden ibaret? Biz Şarkı Türkistan Müslümanları Allah'a yaratkan bir bende, Allah'a bende olumuz, Allah'a kulu olumuz, Allah'ın çoğu bendisi Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ügetken yol ve irade boyunca minip yaşayımız. Şu şekilde çoğu biz özümüzün kimlikini çoğu saklap kalımız diyen itikat, kıykat, muş irade kegen karındaşlarımızın yoldan tutup solap ötterip kırgınçılık kılavatır. Bugün yolda bizden uçuyor sakal koyup bir adam mağanmaydı. Hani tak öleşken ki gep aynı. Kuşağı bağa bakalım. Yani 20 çistaş gün barın. Bu kızvalığın solu öyle kılık. Bir mahallenin sekreteri diyen ma mahluk, ma galçı sola koyalım.
Öyle bakma. Biz chet elde yaşayotimiz kanda bu bir adamni sulaş adliye organlarının tasdiqi bilan imzosi bilan elib berildigan bir faaliyet. Ening nima shart? Jinoyat shart. Bu yerde Şarkı Türkistan Müslümanlığının cinayet nima desek, Xitay fuqarası bo'lganlikdan ibaret bir cinayet var, başka cinayet yok. Mecbur yani. Yani Xitayga özünün coğrafyasını, özünün tüfrikini tatırıp koyganlıktan ibaret bir cinayet var. Bu cinayetini tonugan, bu zulümni tonugan, kalbi iman ve İslam bilen nurlangan, dünyada bu horluk demez, ahiretinin saadetini kolgu keltiriş için bu horluk tız pükmeydiğin iradeni iman ve İslam bilen meydana çıkan kırındaşlarımız terpeden bugün des ornudun turup Xitay, zalim, tecavüzçü senin bunun deyinken Şarkı Türkistan'da cinayet işlişin yol koymaymayız diyen signalini caranlık sadanı dünya ilan kılmakta. Aldı bilen biz bu karındaşlarımızga, bu şehadet bilen dünyadan ketken şehit karındaşlarımızga, bulup bu tarihtin biri, bulup bu ötken yıl 4. ayının 23. günüdün, bugün 5. ayının 23. günü kadar özünün izzetlik, şereflik hayatını, bunun mu şereflik boğan Allah'ın dini, Allah'ın kelimesi boğan kelimenin üstten kılış ve zulüm kıla işgalı kadar duruş, küfrüge karşı duruş, imanını tikleş, adalete berpa kılış yolu da özünün ıssık kının kurban bergen, şehit ketken bu karındaşlarımız Allah'ın çeksiz rahmetini, mağfiretini, cennetul a'la ve cennetul firdevsine teleyimiz. Bütün Şarkı Türkistan halkı, Şarkı Türkistan Müslümanları şunda dua kılış gerek ki, edigelik sabahın serdin başlap, her bir Müslümanın, her bir Şarkı Türkistan fukarasının bulargı caranlık da Allah, ey Allah, bizni mağfiret kıygın, bizni keçigin, kimnin sevbeden, muşi şehadetmen, saadetmen, şehadet filan, şehit filan dünyadan ketken aziz kahraman oğlanlarımızın kınının hürmeti bizden bizden günahımızdan keçirip mağfiret kılsın. Apokistan, Xitay'dan ibaret bu cinayetli Şarkı Türkistan mengu yaşamaydıgan bir adet keltiriş için Şarkı Türkistan kız oğulları cezmen bu iradeye gelip koluğu koral alıp Allah'ın düşmanı bağın Xitay'dan ibaret bu dicisi Şarkı Türkistan coğrafyasını koklap çıkarış için des ornudan turuş gerek diyen signalını verdi. Biz mi muşvarını olayımız. Allah sadıklı bilen birge, rastçılığa bilen birge, salih, muttaki, muhsinler ve sabır bilen birge geldi ki iman keltiyorduk. Bunlar hakik sabırlar, hakik şakirler, hakik sadıklar, hakik sıddıklar, hakik mücahitler, hakik şehitler, hakik şuhadalar, hakik mücahidler bunlar. Bana bu. Asli şek yok, düşman kime Xitay? Yeryüzünde bunundan başka artık düşman yok. Biz bu karındaşlarımızga, bu dünyadan şehit filan ketken bu karındaşlarımız maddi cihetten yer şarı, bütün kainat altın zımın bulup altın bulup ketken olsa bunu mükafat versek azlık geliyordu. Biz bunda maddi ne için imkaniyetimiz mi yok? Şeraitimiz mi yok? Biz pekan bu karındaşlarımızga Allah'ın mağfiret ve rahmet dileyimiz. Allah'ın cennetul firdevs, cennetul a'ladın urun verişini Allah'tan dileyimiz. Şunun bilen birge Şarkı Türkistan'da yaşavatkan barlık karındaşlarımız, barlık meyle işçi, hizmetçi, memur, kadir buluşluk kati nazar, Allah'ın düşmanı bağın Xitay'dan ibaret bu cinayetçi de biliş gerek. Xitay bugün bula hakimiyet çıksa sınırı sınırı cezalaydı, sınırı öldürdü. Digen sepset arkalık silahının iddianını aldırıp burmulap Xitay'dan ibaret bu cinayet için hizmet kıldığın rezil kılmışlık kılışkı tavsiye kılmakta. Xitay hizmet kılıştan ibaret bu cinayet, bu rezil kılmış,
mangu ayblanadi, mangu la'natlanadi. Xitoydan iborat bu jinoyatchining bu qilmishlik safsatlarga ishonmay, buningdan keyin 1 minut 1 soatlik vaqtinglarning bo'lsa, jiddiy cho'ng Xitoydan iborat bu jinoyatchini tulib bu haqqa va adolat qaytib kelishinglarni, Sharqiy Turkiston musulmonlarining tarafidan mazlumlarning, ojizlarning tarafidan turishinglarni, zalim va zulmning tarafida turmasliklarini, Xitoydan iborat bu rezil jinoyatchining qishida turmasliklarini tavsiya qilamiz. Shuning bilan birga Alloh taolo sizlarni hidoyat va to'g'ri yo'l bilan hidoyat qilishini, pat yaqinda Alloh taoloning patr do'stlari orqali Xitoydan iborat bu jinoyatchini Sharqiy Turkiston tuproqidan qo'g'lab chiqarib, Alloh va Allohning Rasul ko'rsatgan adolatni barpo qilish yo'lida o'zimizning barlig'ini shu shahodatga bag'ishlaydigan haqiqiy mu'minlar jumlasidan qilishini Allohdan tilaymiz. Ey qarindoshlarimiz, bu zulmga qarshi turayotgan iymon bilan va shahodat bilan dunyodan ketgan qarindoshlarimiz, sizlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Shuning bilan birga bu o'g'lonni, bu qahramon o'g'il yigitlarni yetishtirgan oilaga Allohning rahmati va salomi barkati bo'lsin, buni tilaymiz. Şunun bilan birga barliq Sharqiy Turkiston musulmonlari va avlodlari, o'g'lonlari mushunda qahramonlarni bizning o'rganish yo'limiz, qiblanamiz qilish orqali biz o'rnimizdan tik turib Xitoyga qarshi umumizlik shu jihad qatnashishimiz kerak. Buningdan boshqa yo'l bizni qutuldirolmaydi. Biz bilan kimba Allohning yordami fath nusrati bor degan sog'lom aqida e'tiqod bilan Xitoydan iborat bu jinoyatchi Turkistonda, Sharqiy Turkistonda yashamaydigan holat keltirishimiz lozim. Bu tuproq Sharqiy Turkiston musulmonlarining tarixiy tuproqidir. Xitoyning emasdir, Xitoyning ushta emas. Xitoy hech qanday ahvolda Sharqiy Turkistondan iborat jug'rafiyani mening qilolmaydi va qildirmasligimiz lozim. Allah razı olsun, hürmetlik Abdülkadir Epcan'ın ait yaxşı gap qiladi. Hamda bugungi voqea haqiqatan Türk axborotlarida bo'lsin va boshqa xalqaro axborotlarda bo'lsin keng tarqaldi. Va bugun voqea yuz bergandan keyin ham Turkiyada Istanbulda faoliyat yurgizayotgan Ma'rif Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati bu vaqtda bir bayonot e'lon qildi. Bu bayonotini bir qisqagina o'qib o'tay. Bayonotni uning keyindan ve bugün hem televizyon ko'rishimizga yetkazib qo'yaylik. Bugün saat 14, yani Türkiye vakti saat 16'da, yani saat 4'te Al Jazeera televizyon kanalida bugungi Urumchida bo'lgan bu voqea haqida Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati boshqaruvchi hay'at a'zolaridan Abdulahad Abdurrahman efendim o'sha vaqtda Al Jazeera kanalining mehmon bo'lib bu voqea haqida suhbat edib berildi. Qarindoshlarning ko'rishini umid qilamiz. Ma'rif jamiyatining e'lon qilgan bayonotiga kelsak, Ma'rif jamiyati Xitoy har zaman Sharq Turkistonda zulm va besimni chekidan oshirib qilayotganligi sababidan bu xil qarshilik harakatlar ko'plab yuz bermoqda. O'zining haq huquqidan mahrum qilingan zulmga, haqsizlikka uchragan Sharq Turkiston xalqi jon va mal bexatarligini qo'g'day olmaganligi uchun bu xil harakatlar orqali Xitoy ishg'olchilariga zarb bermoqda. Uyg'ur faoliyatchilar har zaman shuni o'ttirg'a qo'yib kelyapti. Xitoy qattiq qo'lliq qiladigan, xalqni qattiq qo'lliq bilan taqobil turadi. Besim qanchalik eg'irlasa, qarshilik shuncha kuchaydi. Xitoy Sharq Turkiston xalqini kuch bilan qo'rqitib boshqarman deydigan uning xomxiyol ekanligi isbotlanmoqda. Agar Xitoy bu xil portlash va hujumlarni to'xtatishni xohlasa, oldi bilan Sharq Turkiston xalqining haq huquqlarini berishi, erkinligiga to'sqinlik qilmasligi, Xitoy askarlarini va ko'chmanlarni Sharq Turkistonni chekindirib ketish kerak. Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqod erkinligi, milliy madaniyat erkinligi, fan ma'rifat, til yoziq erkinligi berilishi kerak. Hamda Sharq Turkiston xalqining jon va mol mulklarining bexatarligi kapolatga ega bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaydigan Sharq Turkistonda Xitoy amaldorlari, askarlari va ko'chmanlarining jon va mol mulk bexatarligi bo'lmaydi. Hamda bu xil portlash va hujumlar bundan keyin ko'plab maydonga kelishi mumkin. Biz Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bilan suhbatimiz bilan Sharq Turkistonda yuz bergan bütün portlashdan va portlash hujumlarida o'lganlardan Xitoy Kommunist partiyasi va Xitoy davlati javobgarlikka tortilishi kerak deb qaraymiz. Chunki Xitoy Sharq Turkiston xalqini bu xil shiddat yo'liga mengishga majbur qildi va qilyapti. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati Xitoyni Sharq Turkistonda qattiq qo'lliq qilishdan voz kechishga, xalqning milliy irodasi va erkinligiga hurmat qilishga, zulm va besimni to'xtatishga chaqiriq qilamiz deb bayonot e'lon qildi.
Endi hürmetlik Abdülkadir Epcan aka biz bir qancha qatimliq shunga o'xshash suhbat programmalarimizda sizlarga bir qancha qatim to'xtalib o'tgan. Ba'zilar yana vatanimizda bo'lsin, shunday voqealardan keyin yana shunday savol so'raydiganlar bor. Xalqimizning ichidan ba'zilari kallasiga shunday savol keldi. Hatto bo'libmi sirtdagi kishilar, sirtda yashayotganlar nima uchun bu yerdagi qarshi harakat qilayotganlar bu yerda Xitoyning harbiy organlari albatta ularga bo'lyotdi harakatlar, qarshi harakatlar, jihodiy harakatlar yoki soqchilari harbiy hukumat organlariga qaratilmay nima qilsa deganki atganlik bozor ekan bu. Atganlik bozorda normal xalq jinni aran ko'tarib yotgan bu Xitoylarga unda xalqqa hujum qilganning ne foydasi bu yerda? Buni hech qanday qilmaymiz degan fikrlar, savollar kelib qolishi mumkin. Buni qana qaraylar? Bu yaxshi savol oldu. Yuqoridagi Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining bayonoti to'g'ri. Bir narsani bir jumla so'zga to'sishib qo'yma. Biz Xitoydan hech narsani berishga emas. Xitoydan buni olamiz. Buni tartib elishimiz haqqimiz. Tartib elishimiz. Xitoy bermaydi. Bu yerda men shuni bir uch takrorlash tegishli bo'lgan bir nuqta qadrli qarindoshlar. İşgal ostidagi bu xil harakatlar hargiz Xitoy da'vo qilayotgandek bir guruh terrorchilik harakati, terroristlik harakati deb qaralish mumkin emas. Yani hattoki dunyo bugun e'tirof qilgan xalqaro qonunlarda ishg'olga uchragan millatlarning boshqalar tomonidan ishg'olga uchragan millatlarning qo'liga har xil nima qo'lidan kelsa shu o'zini ishg'ol qilgan millatlarga qarshi qurolliq bo'lamdi, mayli portlatish harakati bilan bu harakatni yurgizish harakatining tamamen haqqi ekanligi, qonunli ekanligi xalqaro qonunda deganki dunyo qonunida ham bor narsa bo'ladi. Ama Xitoy bunu butunlay ko'rmasa, xalqimizni butunlay ozdirib, qaymoqtirib, bütün axborotlar hammasi xuddi bütün dunyo bu Sharq Turkistondagi bo'layotgan ishlarga qarshidagi hammasi norozilik o'zining shu Xitoyga beqindi bo'lgan, Xitoyning gapini anglaydigan shu o'zining chuprandi bir qancha davlatlarningki Xitoyda mesela vatanimizda bo'layotgan bu harakatlarga qarshi norozilik bildirgan bayonotlarni ha deb axborotlarga o'lgida keltirish bilan buni to'xtamay so'zlash bilan u yerdagi xalqni o xalqimiz xuddi bütün dunyomi bu yerda bo'lgan qarshidagi unda tuyg'u kelib qolmaslik kerak. Albatta nurg'un bütün dunyoning nurg'un davlatlar, nurg'un musulmon qarindoshlarimiz bu yerda bo'layotgan ishning albatta haqliq ekanligini ta'kidlaydi qadrli qarindoshlar. Qo'sh so'zlarning oxirida bo'lamiz. Bu yerda Alloh taolo Qur'oni Karimdami zulm uchraganlar uchun urush qilishga ruxsat qilindi degan oyat bor. İnsanlar kanunda mıca zulüm uçurgan ve işgal uçurgan milletten uça korallık kazan götürüş, korallık karşı duruş hakkının bağlığı kayıt kılınaklık. Aslında Xitayga karşı duruş hareketimiz çirgin Xitay 49. yılda 1911. yılları 1984 yıllara başlanış gerek başlangan. Ama bu halkara vaziyetinin bizge faydasız vaziyet şekillengenlik tüpeyle bu neyse bugün kadar çok ortaya çıkmay, ortada ispatlanma, ifadesini tapmay, bugün Xitay bağın sıra haddidin eşip, bugün çok başka devletlerine nasihat verildiğin, üzügü çok nasihat vergende çok düşman de bildiğin, bunda karniyet bu məxluq, bugün haddidin eşip, Şarkı Türkistan halkının 30 milyon halkının tamamen yoktu ütümendeydi. Dünyada bugün 30 kalanı, 30 hayvanı, 30 müşkünü, 30 işini öttürüyorsa halk oturup gözürüp çıkıyordu bir şey. Amaç doğru olup çıkmadı da. Çıkmadı. Şuna mı ya? Bugün 30 milyon halkını insanı yoktu ütümendeydi bu. Bu Xitay fevkalade rezil. Ben bu Xitay'ın insan deyip hiç tılgı ağım mükemmeydi. Onda desem size azan oldu deydi bazıları. Ben demiş kadım ben. Bu hiç kanda insan bu milletin tamamen yoktu ütümendeydi. Ma Xitay bek rezil. Bu iş plaz mı? Bunundan bu Xitay bunda yokulap ketkenden qarı bugünkü bu ötken yılın mabeyinde elip bağın bu kahramanlık hareket Şarkı Türkistan bu oğlanlardan bu hareket bir uçum emas.
Butkul Sharqiy Turkiston musulmonlarının gururi iradesi bu. İslam'ın iradesi, imanın iradesi bu. Sharqiy Turkiston halkının iradesinden İslam'dan, imandan ağırıp karı düşürüşü olmaydı kattı. Bunda hakkı yok. Hoş. Hem de özlük hepimiz geldi. Bu puhralık deydi. Bu kişilerge insanperverlikni, vatanperverlikni, halkperverlikni o'ttirdi qo'ydigan ma'volik xiyoli kitap meseleleri var. O'ttirdi qo'yib mashina bunda deshek biz texmen bir aqlliq mantiqiga uyg'un deb o'ttirdi qo'yib chiqarayotgan gap bu. Ha xo'sh, sizning mantiqingizga mantiq bo'yicha javob bersak. Bugün sizni aşağı zulmga uchrayotganlarni Xitoy qurolli kuchlari qilyapti, puhra qilyapti. Bu neden? Sizning yeringizni kim egallab oldi? Xitoy puhrasi. Sizning izzitingiz va sharfingizni kim qilyapti? Xitoy puhrasi. Mal mulkingizni tegidincha, so'rab eshiklayib borgan kim? Xitoy puhrasi. Bugün tilingizni, yezgingizni o'zgartirishga sabab bo'layotgan narsa Xitoy puhralarining ko'p ko'chmanlarning ko'p kelib, Xitoy bilan bizning aramizda cho'q tili farq chiqqanlikdan iborat bu cho'ng masalani hal qilishning birdan bir yo'li Xitoy Uyg'ur tilini o'rgansin emas, Uyg'urlar Xitoyga bo'ysunsin degan ma'noda andin Xitoy tilini u Sharqiy Turkiston Uyg'ur tilini qozoq qirg'iz tilidan yo'qitib o'tib, Xitoy tilini ishlatyapti. Siz ko'legi basыңыз yatak bağmavatkan Xitayning Beijing dairələri mi yoki shu yataqdiki yatak boshqaradigan odat xizmatchi mi? Siz Sharqiy Turkistonda bir ishingizni hal qilgan şeysiniz, sizni Yevpendi Sinko davatkan, bu sirrin davatkan, sizni edem qatori ko'mavatkan Xitoy amaldori mi yoki askar mi yoki bu yerki normal puhra mi? Sizin bugün ez tüfrikinizni, aziz zemininizni, bu Müslümanların tüfrikini, ümmetin tüfrikini besip paskini kılavatkan, nicasetke aylandırıvatkan, bir yana Allah'a ibadet kılıştan tosavatkan, Allah'a secde kılıştan tosavatkan, Allah'ın kulu bulaştan tosavatkan kâsi kim o? Xitay puhralarının köplep gelişi, senin ibadetin ulağı aramsızlık hep geliyor. Xitoy puhrasi bu kadar kemiga vaqtda bunda bo'lganmidi? Sizning yeringizni tatib olganmidi? Shunga sizga qanday qildi desa, Xitoy puhrasi kelmasda, bu ya ko'rib qolsa, bu Allohning bandasi, mo'min bandasi, deb kafirni mo'min bandi deydi. Deb bular bilan hech qanday tirkishmay, bizning yerimiz, yemek ishimiz emas, joyda, biznesimizni tatib olmadi deb bunda yashaqliq. Bugün Xitoy ko'chmanlarini kelgandan keyin sizning bevosita shu yaşam hayatınızı, yaşam hayatı, ictimai turmuş kıymetlik hayatınızın bir parça asasi temisi olan zeminge takıl tarz kıladı. Sizin yerinizin tatı öl pardı. Kilbil çekiyor tepedali ediyor. Ming yıllık tarihiga bir medeniyet merkezi bo'lgan Qashqar şehrini tuzlab etsen, ming yıllarning mabeynida madras bo'lib kelgan cho'ng Hallık medresini, her yerdeki medresini tuzlaysan, bu bütün dünyada bunun medeniyet merkezleri, medeniyet odalarını qo'g'daydi. Bu Xitoydan iborat bu necis maxluq çekip tuzlaydi. Bugün seni Xitoy amaldori kelib qillatamdi. Aşağıdaki puhralar. Bugün bizga eng og'ir yuk kima? Eğer tecavüz kime? Sharqiy Turkiston, Xitoy puhraları. Sharqiy Turkiston puhralarini bozak qilayotgan, izlayotgan, talant-tarij qilayotgan, uning izzati va sharifiga daxl taruz qilayotgan kime? Xitoy puhraları. Xitoy puhraları kessen biz buguncha 50% yengiymiz. Bugün Xitoyni yo'tkab kelib Xitoy nüfusunu köpeytiş arkalık, Sharqiy Turkiston nüfusunu azaytiş arkalık şu qanday qilmoqchi millatni yo'qotib o'tmoqchi.
Nerede Kosko'daki yatkan balına 10 aylık 9 aylık boğan balına operasyon kılıp öttürüp etti. Bizden kız çoğallarımız kişisel. Hayatlıkның lezzetini çoğu. Tetiyanmağandı taşkını hayatlık o adamı zindan bulatıdı. Kişen bulatıdı bugün. Bu ayal kişiyen kosak götürüleştiren gurur ve izzeti bu. Koskunu götürüp talağı çıkanmaydığa altı kep koysan, keltürüp koysan, bunun erkekler nimiş kılış gerek. Bunun kanday imkaz kayıttırmız. Xitayning o'zidan so'rab bakalım. Bunda ahval ostida bizga besim selayotgan puhra o'qadigan puhra kessan, biz Xitayning cho askari bilan qag'allar bilan cho Allohu akbar deb o'ynab kulib bu go'ylar bilan cho jihad qilamiz, biz urush qilamiz. Jihad desek ham qolib qolaydi, buni jihad demasak, nima deymiz ham sadash, nima deymiz ham sen? Biz musulmon tutsak, o kafir tutsa, biz sağlam pakiz tutsak, o necis tutsa, o zalim tutsa, biz mezlum tutsak. O tecavüzçü tutsa, biz tecavüz uçurgan çok mezlum pakiz sağlam millet tutsak. Bu arlıkımızdaki küreç ne? Sen nimi de tutmak için, nimi de anlatmak için. Dünya kapolap kalır. Dünya kapolap kaldığı şu olsa, doğru gepne kımısı mı dünya? Xitayning jüt emas, sening jutung bo'lmagandan keyin chiqib ketsan bu yerdan. Xalq o'zini o'zi idora qilib yashsin demasin, bunda to'g'ri gap demishni qilmasin. To'g'ri. Astagfirullah. Bu dunyodan davomli mushi gapdan ansiraydi. Mushi gapdan siqindi bizning Uyg'urlar. Bizning siyosiy nimalarimiz, siyosiy da'vogarlarimiz jihad, mujohid degan so'zdan siqiladi o'zini. Nima siqilsa-da bunu Allah'ın bizge nasip kıyğanlıqның özü şərəf işəndi. Biz bir adam gelip bizim biz Xitayga moşunda jutumuzni besib aldı deydi. Bu besib alğanğa karşı turuşumuz gerek esla. Tek bugün az zulüm kıyğanlık üçün andın zulümni itidgan bir imana taqıldı, sezga taqıldı Allah Perverdigarım. Az zulüm kıyğanlıkın toxtaptı. Bu göğü bunda kuluğulap yaşap, bunda şu şerefsiz ölgenden göre şereflik iman ve şehadet bilen dünyadan ketişemedi mühimken bu şehadetin tepişinin birden biri hak ve doğru yolu iman ve İslam'ın hayatlıkının tüp manası Xitaydan ibaret bu nicisme Allah ve Allah'ın Resulü gösterken cihatını etiş arkalık şu ifadesini tabi da Xitay bugün şu ölümden tehdit saldı. Xitay ötterden kaynağı. Öttersen azla otamdı, küpü otamdı. Sende akıl yok, akıl. Sende akıl degen nesi yok. Akıl olduğundan olsa toxtaptı. Bir şey tədqiq qılar. Bunu öttire avazsak seklep çıkıp atırdı. Öttire avazsak seklep çıkıp atırdı. Ne mi bu? Bu ne mi? Bunun el kılıçının yolu mu, bağı mı, yok mu de bizdenmem zekili gizvasan Xitay. Xi Jinping, Beijing hayırlı zalim. Bunun çıkış yolunu, bunun kurtuluş yolunu izlememse sen öptüre alsan, yıllardan beri öptüre alsan bu adam hem de sen öptüre gelsin, birini öptüre olsan 10 öptüre olsan 100 minlap öptüre çıkıp bugün senin ölümden ibaret bu tehditini boy ekmek kilovatkan ruh nimeden şekillendi? Kim şekillendirdi bu ruh ne? Onda vakanda bu milletini yoktanmaydı kemimen. Bu halkını yoktanmaydı kemimen. Bu toprakını jutup gitemeydi kemimen. Bu toprak Xitayning emas. Jungo'nun toprak emas ekanligini ispatlap turib etibdi. Bununla insani bir çıkış yolunu izle demesen senin kanda bir insanlar cümlesinden sanığın olay hayvan Xitay. Bazen güldeydi beni ilmi gep kılmaydı. Sen kıla ilmi gep ne? İlmi gep ne? İlham Toh'ta bir kardeşimiz var. Allah hak veren kalbini yorulsun. Xitayning kanunudan çıkmay, kanunu bir kişinin adamdı o. O kanun boyunca köreş kılsam Xitay gep kılamaydı peklik.
Xitayning səfsətisli qanun deb tushunib, ani qabul qilib, aş qanun bo'yicha ish qilsam, mening mustahkam quralim, qo'rg'unim cho'ng, qo'g'diqchim shu Xitoyning qonuni deb tushungan. O Xitoy qanday qildi deb so'rab qo'ydi. O Xitoyda qonun, axloq, vijdon, nomus degan narsa yo'q tursa. Xitoydan yaxshilik kutadigan maxluqlar bor. Ey maxluq qanday yaxshilik kutsa? Desek emas. Bunun yaxshilik bo'lgan bo'lsa, buni o'tirib to'xtanglar. Bu xalqning agar biz Beijingni sen ko'laydan birer o'lkaniga birer rayonni biz ishg'ol qilib olgan bo'lsak, besib olgan bo'lsak, biz chirib kalt ishninga uzun ishdan nima uzunnikay, nimanikay, oqkay, ko'kkay deb biz ishlasak sen qanday qilasan? Sening ayliqi o apılıqni to'xtatib etganga o'xshagan xatingni o'zgartsak, sen mi qarshi turmay qarshi? Sening xat emas-ku o. Bu xatlab ma dünya bo'yicha birinchi nomerlik erishgan bir xatlama Uyg'ur tili, Uyg'ur yoziqi. Buni xatlaymiz, ma'ni o'qitib o'tamiz. Sen aql egisi bo'lgan bo'lsang Xitoy. Bu milletning agar sen bu Jungo'ning yoziqi, Jungo'ning tarkibi qismati deydigan mujgibing rostchil samimiy bo'lgan bo'lsang, bu milletning yoziqini o'chirib etsam, bu Jungo'ning boyligini yo'q qilib etgan bo'ldim deb qaramasdan men yo'q qilib etsam, yo'q qilib etishga o'rnatsa, bunu nima deb tushundirsa, nima deb anglaysa buni? Bizga nima deb uqtirsa, dunyoga nima deb anglatsa? Dunyo adolatsizlik va zulm bilan to'lgan dunyo jibama. Agar bo'lmasa, bu xalq qanday bo'ldi, qo'lda qo'ralganmisa, hech qanday narsa bo'lmasa, bugun Xitoydan iborat bu jinoyatchini qo'llaydigan siyosiy maydon, iqtisodiy maydon, harbiy maydonning hammasi bu jinoyatchini qo'llayotsa, bugün bu adalet ve hakkın üstüde bir kişi olmasa, bir devlet olmasa, bunda havalasız kandavla bu halk dest ordudan durup kaldı. Bunun arıq görünüşü, arıq törükü nerede? Dememse, bunun da başka imandan başka, İslam'dan başka, Allah'dan çoğun, tegen vahyi ilhamdan başka, Allah'a belgen nurdan başka hiç mi yok bunun? Ahiret ki bağın muhabbetten, ahiret bağın sadakatten başka nesi yok. Allah ve Allah'ın Resulü bağın sadakat ve aşkı muhabbetten başka hiç nesi yok bunun da. Bugün muş muhabbetini çoğu üzdün cennetin, hayatidin, mal mülkidin, ata-anasının ruh tıkallarından üstün bildiğin bu ruhunu çoğu hakimiyet ordu'nun üstünlük yıkılış. Ruhu aslında kandak kılatıdı. Bugün barlığı da vazgeçip Xitay'da ibaret bu necis karşı taratıdı. Bu ruh, bu iddia, bu nur, bu manevi güç Xitay'ı Şarkı Türkistan'da yaşatmaydı. İnşallah. İnşallah bunu yaşatmayınız. İnşallah. Şuna mezlum izilgen Şarkı Türkistan Müslümanları, Türkistan Müslümanları oradan ders duruş gerek. Kallısını silkiş gerek. Düşmenki karta kanda mamul kılışını düşünüz gerek. İslam'ın ve hayatlıkның manası Xitay'da ibaret bu cinayet karşı duruş arkalık ifadesini tepiş gerek. Muşunda bo'lganda Xitoy Sharqiy Turkistonda yaşayamaydı. Biz Sharqiy Turkistonda birinchi qildigan ishimiz Sharqiy Turkistondagi Xitoy fuqarolaridan cho'ng Xitoy ko'chmanlarini Sharqiy Turkistonni qo'llab chiqarish bizning birinchi vazifamiz. İkinci vazifamiz harbiy kuchni. Zaten xalqidan ayrılgan harbiy kuch zaten ameliyatdan aciz. Bizning deydiganimiz Sharqiy Turkiston Xitoy fuqarolari Kolundan alağılığın götüreldiğin nesne poyuzluk besip şirketişi lazım. Biz, bizgi çekilmeyen, Şarkı Türkistan Müslümanlığın izzet ve gururunu çekilmeyen, bunun izzet ve abruyuk takıldarız kılmeyen, her kındak insan bilen çoğun. Bizden işimiz yok. İlla ki o şirketişi lazım. Tinç ama. Onu jutamaz. Birer jut, birer mahalle Xitayning birer juti, birer mahallesi bilan atxo'shlim emas. Biz Xitoy bilan hech qanday yerimiz o'xshamaydi. Yana ashuna turg'iliq Xitoy bizga do'stlikni tamomtirdi. Bu dunyoda do'stni xapsaldigan Xitoydan iborat banda maxluq yo'qmi bu yerda? Do'st deb turib, do'st qashqalik qiladi. Sen bilan ayrılmaymiz deb ayrilish sabab bo'lgan barliqcha pili jinoyatni hemen Xitoy ishlaydi. Şarkı Türkistanlıkta hiç qanday günah yok.
Hech qanday xatolik yo'q. Xatolikning, jinoyatning 5 Xitoyda. Bizning jinoyatimiz xatolik bo'ladigan bo'lsa, mush Allohning dushmani bo'lgan Xitoydan iborat jinoyatchini do'st tutish va yutimizni kutib olish, buni iymon qilishdan iborat bu jinoyatni o'tkazdik. Jinoyatimiz mush, boshqa jinoyatimiz yo'q bizning. Biz bu cinayetimizni tonup yettik. Bu yutimizni besib olgan Xitoyni tonudik. O'zimizni tonudik. O'zimizning kimligini tonudik. Endi bizning cho birdan bir yashash cho, yurtimiz, beşkimiz bo'lgan Sharqiy Turkiston tuproqidan Xitoydan iborat bu jinoyatchini qanday qilganini qo'g'lab chiqarib, bu yerda cho adolat ostida yashaydigan cho bir davlat qurishimiz kerak degan bu mastani, bu muhabbat aslında bu nur aslında bu yol muş gaye aslında şu toplanışımız lazım. Allah razı olsun. Hakikaten ait yaxşı fikir böyle. Elbette Xitoy tecavüzçülerini en acizleştirdiğin Xitoyning ko'plab ko'chman yo'tkash siyosatini mag'lub qiladigan va Xitoy fuqarolarini mayli Xitoy albatta Xitoyning bir ko'plab kelishi siyosatning shularga yo'lni ochib berganligi, hukumatning ularni Xitoy doiralarini qo'llab berganligi bilan texnik ko'payib o'tadi albatta. Bu Xitoyning bu siyosatini palturadigan birdan bir ish albatta Xitoy ko'chmanlarining kelishini to'sish va shu yerda yashayotganlarni qo'rqinch silib uni qochirish, o'zining yurtiga qochirib etishga albatta bularga hujum qilish eng kuchli bir signal, eng kuchli narsa bo'ldi deb qaraldi ekan, albatta bunday qaraldi. Yuqorida en ahırda deb o'tganlardek Xitoy fuqarolari agarda haqiqatan o'ziniki hukumati, o'ziniki hukumat doiralarining Uyg'urlar qilayotgan zulmiga agar norozi bo'lsa, rost norozi bo'lsa, ular siz deganda qaytib ketishi kerak, tinch holatda hujumga uchrashdan burun. Biz albatta ularga bizga zulm qilmaganlarga albatta bizmi cheqilmaymiz deb nayt yaxshi go'zal aytdilar. Allah subhanahu wa ta'ala ahirda qadrli qarindoshlarningki shu jangovar qahramonlarcha elib borgan bu jihodiy amelini nihoyatda ko'plab ajrlar bilan o'z dargohida qabul qilishini Allohdan so'raymiz va bizdan ham shularning jumlasidan qilishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Ahirda sizlarni bir ta'kidlab o'tlab Xitoyning naqadar do'st ekanligi, buni o'ltirib yo'qitimiz deyotgan bo'lsin, uning hasilab ko'payayotganligidan dars olmayotganligi. Ama şu so'zlarni deyotgan vaqtida men shunda bir ustozningki so'zlari esimga kelib qoldi. U shundoq deydi, yana bu shahid Alloh yo'lida o'lgan mujohidlarni mayli hech bir ish qilolmay o'ylab ketgan bo'lsin, ularni hargiz o'lib bekorga ketdi, ular isrof bo'lib ketdi deb o'ylab qilmaydi. Hargiz unday o'ylab qilishga bo'lmaydiganligini. Ularning to'kilgan har bir qinidan, har bir tomchi qinidan Alloh subhanahu va taolo minglarcha ularning o'rnini bosadigan, yana shunday jangovar avlodlarni dunyoga keltiradiganligidan iborat. Yani bunu izini hargiz yo'qotish mumkin emas ekanligini so'zlab shu so'zlar esim keldi. Haqiqatan Xitoy qancha zulmni elib borgan siri bu Xitoyning tajovuzchiligiga qarshi texambak ajallik sarib beradigan bu narsani Alloh subhanahu va taolo xalqimizga rahmat yuzidan rahmat qilib ko'plab beryapti. Albatta ki bundan keyin texambak kuchaydiganligiga iymonimiz komil. Taki bu zaminimiz bu najislarninki najis tapallardan poklangacha ve bu zamanda Allah razı bo'lgan bir adaletlik bir devletning, adaletlik bir sisteminin meydana kelgichi bo'lgan mushu muddatgacha bu jang, bu batil bilan haq o'rtasidagi kurash, zulm qiluvchi bilan zulm qilinuvchidan o'rtasidagi kurash albatta davom qiladiganligiga iymonimiz komil. Allah sodiqlar bilan mustahkam qilsin. Xo'sh. Bu narsa nimadan darak berdi? Zade nima ish qilishimiz kerak degan yana qisqagina bir narsa kelib qoldi. Endi bu amaliyot shunda bir narsani isbotladi qarindoshlar. Maylanglar bizni tillanglar, maylanglar haqoratlarning, maylang qarichaplar buningizdan mening parvoyim palak. Ammo bu haqiqat o'rtada. Xo'sh. Bugun Sharqiy Turkistonda Xitoy zo'ravonligining qurboni bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining zulmiga uchrab shahodatini dunyodan ketgan qarindoshlarimiz ashunda turug'liq, ya'ni shahidlikni, shahodatni, dushmanni sirtdan izlamaylikimiz lozim ekanligini isbotlab berdi. Shahidlikning dal o'zi Sharqiy Turkistonda Xitoy bilan
Şarkı Türkistan Müslümanları hak bilen batılı oturuştaki köreş astı şehadet bilen ketken hakik şahit egiller o ikenlikini. Hakiki Allah'ın Resul körsetken düşman del Xitay'dan ibaret bu niz ikenlikini ispatlap turuptu. Bunda ahval aslında bağırlık kardeşlerimize aklımızı şıkselep, kallımızı silikep, ma çok düşman, ma Xitay kanda düşman. Biz bugün zadı kanda kılvat emez. Bir peygamberin uçtuğa, Müslümanın uçtuğa, tecavüzçü bastır kirgen bolsa, kanda kıygantı. Muhammed Aleyhisselam hicret kılıp, Medine'ye kelgenden keyin bastır kelgenle karşı çıktı. O Müslüman, çünkü Medine'de Müslümanların tüfrikıga, Müslümanların hakimiyetiga, Müslümanların peygamber devletine adamga, bu devleti qoğdaş, imanın asası prensip işlerken tonup yetken. İmanın takazzası, yüz turuvatkan zımınlı qoğdaştan ibaret, bu çoğu en mühim vazifeni öz üstüge ağan nesi o. O özümüzün Müslüman ikenlikini bilgen bolsa, özümüzün tüfrikinin çoğu, Müslümanlar tüfrikinin, ümmetinin tüfrikinin bir bazı ikenlikini tonukan bolsa, biz ne için bu Müslümanlar tüfrikini, bu Müslümanlar mezlum, Müslümanlar qoğdaş bizge farz mı yakında? Bunu tehlik kılmayınız mı? Biz düşmanını başka yerden izleyimiz mi? Şehitlikini başka yerden izleyimiz mi? Ondakta olsa, Xitay karşı şehadet bilen dünyadan ketken kardeşlerimizi sen nimedeysen, bunda davet kalla. Onun akıbetinin bunu da sen çen. Ulan milletçi mi o zaman? Bu milletçi Xitay karşı tuğalın milletçi deydiğin an bu fikir sana nereden geldik, kim tuğdurup baydı, kim diyenge tikti bu ne? Ulan imbalda. Şunu biz bu kardeşlerimizle, bu ahkûn sağlam Müslüman kardeşlerimizle Allah Teala'nın muj işte hidayet kılışını Allah dileyimiz. Bağırlık işleri hidayet kılışını dileyimiz. Şuna bulup bu muj işte hidayet kılışını Allah dileyimiz. Bunun da doğru yol tepişimiz lazım. Evet bir Türk'üm kişiler çok. Allah yolunu can şehit olup şehadet olup dünyadan gitip bakın bugünkü peytte. Düşmanını koyup başka yerden düşman izleydiğin. Başka yerden şehitlik izleydiğin. Bu rahmet çoğu. Allah Teala hak ve doğru boğan çoğu. Şehadet yolunu Allah görsüşünü Allah'tan dileyim. Rahmet Allah razı olsun. Kadirli kardeşler, programını ahırlaştırıştım burun. Ergizmi Abdülkadir Ankam'ın ait güzel, yaxşı gep qıp sözünü ahırlaştırdı. Ben bir yerde iki ağız söz koşmakçıyım. Yani Ergizmi Abdülkadir Ankam'ın gepidin xuddi başka yerde buluvatkan hareketler Allah'ın düşmanlarını düşman emas ola Allah'ın dostları demek degan narsa tushunilmasligi kerak. Albatta hammasi kufrlik jihatda musulmonlarga zulm qilayotganlik nisbatidan Allohning dushmanlari albatta bu kategoriyaga kiradi. Ammo Abdulqodir akamning ko'zda tutmoqchi bo'lgan narsa nima desa, biz ayada o'zimizning uyining ichida kafirlar bizga zulmni bevosita qilyapti. U dushmanni tashlab qo'yib, xuddi u dushman emasdek boshqa yerlardan dushman izlab o'ltirishning hech bir hojati yo'qligi, balki dal oldimizda bo'lgan eng kafirlarning eng ashaddisi bo'lgan, eng tuzkuri bo'lgan dunyodagi eng mulhid dinsiz bo'lgan bu ishplas nejis kafirlarga bizga bevosita zulm qilayotgan, hattoki zulm qilayotqishi hele bu kafir ekan, o dini yo'q bir dinsiz kafir ekan, hatto o'zini musulmon atib olgan birisi bizga ashunday zulm qilgan bo'lsa-mu, shu yerda yashayotgan xalqning uningga qarshi turishi Alloh tomonidan berilgan haq u. Bu qip-qizil bir kafirning bosirib kirishi emas. Shu zulm qilayotgan, shu zulm qilayotgan bu kafirlarga qarshi harakatning birinchi nishonning bu tarafga qaratilishi kerakligini bu yerda texnik ta'kidlamoqchi, eslatmoqchi. Ma gapni aytib qilgan. Suriye'de uğraşıyorlardı. O yüzden milletinin yüzden Müslüman onamızı koydu. Zalim bağlılık için karşı durmadı da. Yani hiç genççi, milletçi ve tenç demeydi. Afganistan'da zulümle işgal karşı durmadı da. Müslümanlar, şu yerdeki Müslümanlar. Yani milletçi ve tenç demeydi. Irak'ta mı bugün çoğu yüzden şu zulümle, şu işgalı karşı durmadı da. Yani milletçi ve tenç demeydi. Keşmir'de bu lağıtı da milletçi ve tenç demeydi. Nime de Çeçenistan'da Çeçeniye'de bulavtıdı. Bunu milletçi ve tenç demeydi. Palestin'de bulavtıdı. Bunu milletçi ve tenç demeydi bula. Ama Sırp Xitay'a karşı toğallığını şu milletçi ve tenç demeydi.
Bu fikir Xitayning fikri. Bu iddia Xitay iddiyasi. Meyling sakal koyup kal, meyling söylüyor gep kal, meyling nerede qaysi makan qaysi zamanda tur deyişinden qat'i nazar bu fikirning ilgisi Xitay o. Amsi o Xitayga zulüm uçurgan biz tursak, biz karşı turmay kim karşı turdu dememsin sen bunu. Bunu ispatlamam sen. Sen Xitayga karşı tursan, Xitay karşı tursan, Türkistan doğrusu tursan sen milletçi olmaysan biz milletçi olamaz. Bu adaletsizlik Allah'ın nusret vermeydi. Nerede hak, nerede doğru, nerede adalet olurken şunu tarif ederiz. Onun kim buluşunun katı nazar. Allah'ın yardımı şu tarafta. Demek yani qadrli qardoshlar shuni ta'kidlamoqchi, ya'ni albatta birinchi nishon bizga bevosita zulm qilayotgan shu kofirlar bo'lishi kerak va butun tayyorlik bosqichlari bo'lsin, har xil planlab shularga qarshi qilmoqchi bo'lgan harakatlarimiz bo'lsin, mayli hatto davlat sirtida boshqa yerda ma'lum kasblarni egallab biz oldingi oylik savol javob programmamizda hurmatli ustoz Abdulhakim Maqsum majimni taklif qilib, shu Xitoyda bo'layotgan zulmlar, hatto shu sing'illarimizning so'ragan savollariga javob berib o'tdik. Ana bu nimadami? Ustozimiz Maqsum majim shu vaqtda ham go'zal javob bergan. Bu yerdagi tajovuzchilarning hatto bu Xitoy yilg'i Xitoy ekan, sen hozir shu o'yma-o'y kirayotgan shu Xitoy g'alchilik qilayotgan shu o'zining millatidan bo'lgan o'zini men musulmon deyotgan shu nejis munofiqlarningmi ikkilanmay turib o'ldirilishning joiz ekanligini fatvosida berdi. Bu Xitoy cho'moqchilariga nima qilib yordamda bo'lib bizga tang dinimizga haqorat qilayotgan, zulm qilayotgan bu kofirlarga albatta bularni shunday ishiltayotgan, uning o'ldirilishi joiz bo'lgan ekan dinimizda. Uning ikkilanmay o kofir bilan Xitoy bilan Uyg'ur bilan millat nim bo'lsin bizga shunday musulmonlarga tajovuzchilik qilayotgan yo shularga yordam berayotganlarning o'ldirilishi dinimizda joiz bo'lsa, bularni shunday kuchukdek ishiltayotgan bosh sababchi bo'layotgan qip-qizil dunyodagi eng ashaddiy kofirlarningki buni o'ylab o'ltirish, buni fikr qilib o'ltirish, qanday bo'ladi deb o'ltirish hargizmi aql egasining ishi emas albatta qardoshlar. Shuning uchun barliq nishon, barliq tayyorlik, barliq harakatlar albatta shuning uchun shularni yo'qotish uchun, shularga ajallik zarb berish uchun bo'lishi kerak. Allah subhanahu taala barliq musulmonlarga, qarindoshlarimizga o'z nusratini, yordamini berishini tilaymiz. Yana bir qatimliq suhbatimizda yanada cho'ng musulmonlarning qalbini xo'shallikqa erishtiradigan, qalblarimizni xo'shallikqa erishtiradigan neni cho'ng g'albalar bilan oldinglarda bo'lishni Allohdan tilash bilan birga suhbatimizni oxirlashtiramiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Kelar qatim bo'yicha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İlahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin baxt saadetiga erişimiz lazım demekçi. Cihat veya niyet bağ iken, ondaqda cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي أن لا إله سوى إله العالمين بعث الرسول